yillarda Qiziriq tumani ham o'zgacha tarovat va zamonaviy qiyofa kasb etib bormoqda. Bir-birini takrorlamaydigan ma'muriy binolar, turar joylar, keng va ravon ko'chalar, zamonaviy ko'priklar, muhtasham savdo majmualari, bozorlar bunyod etilyapti. Tumanda 31 ta mahallada 125 ming nafar aholi istiqomat qiladi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlari Qiziriqning qiyofasini ham butunlay o'zgartirib, hududda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz hayotiga yangicha mazmun, farovonlik olib kirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, tumanda o'tgan yilda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida 11 ta obyektda 20,9 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Jumladan 7 ta ijtimoiy soha, 3 ta irrigatsiya va melioratsiya hamda bitta suv ta'minoti va kanalizatsiya obyektlarida qurilish, montaj ishlari olib borilgan. Eng quvonarlisi, tumanda yillar davomida muammo bo'lib kelgan oqova suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha Germaniya taraqqiyot banki ishtirokida tuman markazida oqova suv tizimini rivojlantirish loyihasi doirasida 13 million yevrodan oshiqroq mablag' hisobiga 2024-2028 yillar davomida oqova suv inshootlari va quvurlari quriladi. Ya'ni bitta oqova suv tozalash inshooti va oqova suv tizimlarini hamda suv nasos stansiyalarini qurish rejalashtirilgan. Endilikda tuman markazidagi Shodlik mahallasidagi ko'p qavatli uylarda ham kanalizatsiya masalasi yechiladigan bo'ldi. Bugungi kunda mahallaning ichki ko'chalari ham ta'mirlanyapti. Shodlik mahalla fuqarolar yig'inimizda 2535 nafar aholi mavjud bo'lib, shundan 565 ta xonadon, 644 ta oila mavjud. Juda ko'p muammolar mavjud edi. Ayniqsa yo'llar, ko'p qavatli uylarimiz 19 ta bo'lib, 330 ta xonadoni bor. O'shalarning muammosi mana shu yo'lda edi. Keyingi muammosi kanalizatsiya bo'yicha edi. Juda ko'p murojaatlar tushdi. Muhtaram prezidentimizning bu yilgi tashabbusi bilan Surxondaryo viloyatida 4 ta tumanda kanalizatsiya qurilishi zamonaviy. Mana shu ko'p qavatli uylarning chiqindi suvlari uchun maktablarimiz, bog'chalarimiz, ayniqsa tibbiyot birlashmalarimizga juda qulay keldi. Bundan tashqari xavfsiz hudud yaratish maqsadida ko'p qavatli uylarga kamera qo'yishlar, chaqiruv tashvishli qo'ng'iroqlar qo'yib boshlandi. Bu ham bir jinoyatchilikning oldini olish maqsadida. Endi hozirgi kunda ko'chalarimizni asfalt qilish birinchi bosqichda 2,5 kilometr, ikkinchi bosqichda 2,5 kilometr bilan to'liq mahallamiz asfaltlashib, kanalizatsiyamiz shu yil 25-yilga mo'ljallandi. 25-yilda mutaxassislar kelib 3 kun o'rganib bu yerda aholi bilan ham suhbatlashdi. Ma'qul bo'lgani uchun hammasi 2025 da boshlanishiga mana reja qo'yildi. Tuman markazida yoshlar va turizm ko'chasi barpo etildi. Ko'cha bo'ylab yoshlar daftarida ro'yxatda turgan ishsizlar va tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan yoshlar uchun 20 ta savdo shoxobchalari ham qurilib topshirildi. Hududda manzillarni manzillarga bog'lovchi yo'l transport kommunikatsiya infratuzilmasini yaxshilash, xususan avtomobil yo'llarini xalqaro talablarga mos tarzda qurish, ta'mirlash ishlari izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Misol uchun, tashabbusli budjet hamda boshqa dasturlar orqali jami 109 kilometr avtomobil yo'llarida asfaltlash va toshlash ishlari bajarildi. Shundan 62 kilometr ichki xo'jalik yo'llari bo'lsa, 47 kilometri davlat va mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llarini tashkil etadi. Ichki xo'jalik yo'llaridan 28,3 kilometri toshlanib, qolgan qismi asfaltlandi. Elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash bo'yicha tumanda havo elektr uzatish tarmog'i va transformator punktlarini mukammal ta'mirlash rejasiga asosan havo elektr uzatish tarmog'idan 103 kilometri ta'mirlandi. 31 dona transformator punktlarida mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Buning samarasida hududlar tobora obod bo'lyapti. Diyorimizda prezidenti tashabbuslari bilan juda ko'pgina imkoniyatlar, xalq uchun sharoitlar yaratilib berilib turibdi. Jumladan mana bizda tumanimizda ham yashil makonlar qilindi. Suvlarni batafsil hozir olib kelib, mana kanalimiz to'la suv oqib turibdi. Bundan biz xursandmiz. Qolaversa mana 2-3 yil orasida ko'chalarimizni batamom asfalt qilishib, beton qilishib, yo'llarimizni ravon qilib, saylgohlar tashkil etilib qo'yildi. Bu saylgohlarda yoshlar bilan birgalikda biz nuroniylar ham yaxshi kayfiyatda sayl qilib yuribmiz. Qolaversa mana bizda 2 qavatlik, 3 qavatlik, mana hozirgi davrda prezidentimiz tashabbusi bilan 5 qavatlik xalqimiz uchun uylar barpo etildi. Farovon ko'chalar barpo etildi. Ko'chalarimizning yoqasida juda fayzli do'konlar qurilib, xalqimizga savdo sotiq ishlarini amalga oshirishda juda ko'p ko'maklar qilib qo'yibdi.
Biz prezidentimizdan 1000 marta rozimiz. Xalqimiz juda ham xursand. Shukronalikni behisob desa arziydi. Qolaversa mana hamma sharoitlarimizda savdo sotiq deymizmi, boshqa ishlar deymizmi, dehqonchilik, chorvachilik deymizmi, hammasi hozirda juda yaxshi rivojlangan. Hududda fuqarolarni ish bilan band qilish maqsadida Oqjar mahallasida joylashgan yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi hududidan 19 ta savdo nuqtalari bunyod etilib faoliyat yurityapti. Ikkinchi tomonda esa 2 qavatli 30 tadan ortiq savdo nuqtalari qad rostlamoqda. Yoshlar sanoat zonamizda 100 ta ish o'rin yaratilgan. 26 ta yoshlar sanoat zonamizda do'konlar ishlab turibdi. Yaqin kunlarda bu tomonda 37 ta 2 qavatli bino do'konlar ishga tushib, o'sha yerda ham hozir 100 ta ish o'rin yanada ko'paytiramiz ish o'rinini. Loyiha qiymatlari 11 milliard so'm. Chorva kompleksimizda jami loyiha qiymati 3 million dollar. Jami 1000 bosh qoramolga mo'ljallangan. O'sha yerga ham yaqin kunlar ichida 35-40 nafar yoshlar ish o'rini yaratilgan. 2025-yil Gollandiya, Rossiya, Qozog'istondan yirik shoxli qoramollar olib kelinyapti. Respublikamizga sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari yetkazib berishni reja qilganmiz. Oqjar mahallasi tomonidan 5 gektar joyga 20 milliard so'mlik hisobidan katta kiyim-kechak bozori tushiriladi. O'sha yerga ham 500 nafar mahalliy yoshlarimizni ish bilan ta'minlamoqchimiz. Tuman aholisini go'sht bilan ta'minlash va ishsiz fuqarolarni ishli qilish maqsadida Istara mahallasida 800 bosh qoramolga mo'ljallangan chorvachilik kompleksi qurilishi davom etmoqda. Bu yerda semental va galishtein va mahalliy zotli nasldor qoramollar, yilqichilik va parrandachilik tarmoqlari tashkil qilinadi. Qurilish materiallar savdo majmuasini qurib, hozirgi kunda 1000 ta odamni ish bilan ta'minladik. Bizga berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanish maqsadida yonimizdan o'tgan tashlandiq zavorni ko'mib, ustidan 55 ta qurilish majmuasi savdo nuqtalarini quryapmiz. Qurilish ishlari jadal olib borilmoqda. Istara dehqon bozorini qayta rekonstruksiya qilib, o'z mablag'imdan 20 milliard pul tikib, 200 ta odamni ish bilan ta'minlashga bel bog'laganman. Bunday o'zgarishlarni tibbiyot sohasida ham olib borilayotgan islohotlar, chora-tadbirlar qamrovida ham ko'rish mumkin. Bugungi kunda Qiziriq tuman tibbiyot birlashmasi 127 mingdan ko'proq fuqarolarimizga xizmat qilib kelyapti. Ya'ni 5 ta oilaviy poliklinika, 4 ta oilaviy shifokorlik punkti, shuningdek bitta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika xalqimizga tunu kun xizmat qilib kelmoqda. Muhtaram prezidentimizni tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun deb nomlangan shu tashabbuslari bilan yaqinda mana 2 ta loyihamiz, ya'ni birlamchi tibbiy muassasamiz kapital ta'mirdan oxirigacha chiqadi ta'mirdan. Shuningdek, markazimizda 2 ta asosiy binomiz to'liq rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, vazirligimizda hamda muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan 2 milliardga yaqin chet el investitsiyasi yordamida eng so'nggi rusumdagi tibbiy jihozlar keldi. Bu xalqimizni tibbiyotdan rozi bo'lishga alohida xizmat qiladi. Xalqimiz minnatdor. Shu bilan birgalikda mahalla yettiligi bilan birgalikda xalqimizni uyiga borib, yotib qolgan bemorlarni jalb qilgan holda respublikamizdan yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilgan holda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkazyapmiz va buni natijasiga ko'ra tuman miqyosida yotqizyapmiz, ambulator sharoitda, statsionar sharoitda, shuningdek respublika miqyosida yotqizish choralarini ko'ryapmiz. Bugungi kunda Qiziriq tumanimizda birlamchi tibbiy muassasada 2 tasi amalga oshirildi, ya'ni bu 45-oilaviy poliklinika, shuningdek 40-oilaviy poliklinikaning Qoraqosmoq filiali. Anchadan beri bu binolarimiz rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmayotgan edi. Rahmat muhtaram prezidentimizga bu obodonchilik ishlari, ya'ni to'liq rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Tibbiyot birlashmasida nogironligi bo'lgan fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida maxsus yo'lak ham barpo etildi. Xususan mana nogironlik yo'lakchasiga e'tibor beradigan bo'lsak, avtoturargohimiz mavjud. O'sha fuqarolarimiz, nogironligi bo'lgan fuqarolar keladi, mashinada keladi va aravachada bemalol hattoki binoning ichigacha borib harakatlanishi mumkin, imkoniyatimiz yaratilgan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish doirasida tuman tibbiyot muassasalariga quyosh panellari o'rnatildi. Bu esa quvonarlisi bir tomondan elektr energiyaning tejalishiga sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan yaxshigina daromad manbaiga aylandi. Muhtaram prezidentimizni 57 insonli, ya'ni yashil energiyadan samarali foydalanish natijasida bugungi kunda poliklinikamizga 100 kilovat quvvatga ega quyosh paneli stansiyasini o'rnatdik va nafaqat buni biz o'zimiz uchun, shuningdek davlatga ham buni sotyapmiz. Bugungi kunda buni elektron tizim mavjud, ya'ni ko'rsatib turadi. Kuniga o'rtacha bir
400 ming atrofida o'sha davlatga tokni sotyapmiz. Bu quyosh panel stansiyasini o'rnatgunimizgacha bugun davrda oladigan bo'lsak, tokimiz albatta kunlik ehtiyojimizni misol uchun 1 milliongacha bo'lardi-da. Lekin hozirgi kunda 100 kilovat o'sha quyosh stansiyasini qo'ydik. Natijada nafaqat o'zimizni qoplayapmiz, shuningdek tarmoqqa sotyapmiz. Demak, kuniga hisoblab ko'rdik biz 500 ming so'm atrofida mablag'imiz tejalyapti. Qiziriqda o'tgan yilda 311,6 milliard so'mdan oshiqroq hajmda qurilish ishlari bajarilgan. Bir so'z bilan aytganda, Qiziriq tumani ham bugungi kunda zamonaviy, o'ziga xos infratuzilma shakllangan, sanoat va ishlab chiqarish rivojlanayotgan hududlardan biriga aylanib boryapti. Istiqbolli rejalar esa uning ravnaqi kelgusida yanada yuksalishidan dalolat bermoqda.